xuddi shu vaqtdan boshlab ishtirokchi Skype'da bo'ladi va ular bir sutka ichida shu lokatsiyaga belgilangan topshiriqlarni bajarish kerak bo'ladi. Agarda kim ko'proq ball to'plab qoidani buzmasa, million so'mni g'olibi bo'ladi. Bo'lmasam videoga start beramiz. Eng zo'r salto. Bu videoda biz Jamshid bilan Skype'da 1 million so'm uchun kurashamiz va bu videoda 5 ta shart bo'ladi. 5 ta shart bilan kim tezroq va kim to'g'ri bajarsa 1 million so'm qo'lga kiritadi. Biz hozir Skype'dan tinchroq joyga chetroq yo'qdik, mana kelinglar. Beşi topshiriqdan Jamshid bilan birga birlashamiz va kim yutsa bu videoda o'sha 1 million so'm qo'lga kiritadi. Birinchi bo'lib kelinglar. Bu tirmash chiqadigan joyda tarafchi kim birinchi vaqtga qo'yamiz, kim birinchi chiqib tushsa, tezroq vaqtda chiqib tushsa, o'sha yetadi. Birinchi raund shu. O'rtaloq hozirdan birinchi chiqmoqdan, kim tezroq tushadi. Checking my vital signs, drawing my battle lines, going to war again. Feeling the rhythm inside of my chest, all I need is just a pen. I know I was born for this. I know I was born for this. Don't care for the critics, my words are like physics, a force that they can't stop. They just don't get it, I think they forget I'm not done till I'm on top. I know I was born for this. I know I was born. Dumbaga chiqdi, men xudosimni boshqaman. Yo'lyapman hali chiqib ko'rmaganman degan endi ko'ramiz. Manqarachu mana mashqga chiqdi. Mashqga chiqdilar bular. Agar meni o'tib ketsalar bo'ldi, yutdilar. Birinchi raund yutdilar, bularga 1 ochko beriladi. Voy, bo'ldi, shim rad, bo'l qiynalib ketdi. Bo'ldi, men yutdim. Birinchi raund yutdik, shim. Bo'ldi. Pishdanman. Bo'ldi, brat, tez bot shin endi. Qo'y onasini. Bu onasini. Davay, dansa, aqli yet. Aka, nimada bo'laysiz? Oxirigacha chiqa olinglar.
Muxlislar. Aytgandim, mana chiqdim oxirigacha. O'rtoqlar ko'rdinglar, mana birinchi raundda jam show itdilar, gap yo'q va oxirigacha chiqdilar, ko'rdinglar mana. Oxirigacha chiqib klubdan boshlab turib tushilyapsam, tushingizda ham tushmayaptilar mana. Tushing davomimiz qo'ldan chalab o'tiribdi. Sigir solganda. Xullas o'rtoqlar, bu videoda 5 raund bo'lsa, 5-raund, birinchi raund gap va brachka sizga qo'shildi, mana tepada. Hozir Bruno Opchitov yana to'rtta shart qoldi. Bu o'qish shartida mana hisobda olganda bo'lsa, 1 minut o'tdi. O'rtoqlarimiz ikkinchi raundga o'tamiz. O'rtoqlar mana endi ikkinchi raundga o'tamiz. Ikkinchi raund mana o'z tushungansizlar. Bunga ikkinchi raundda biz mana shu basketbol to'pini savatga tushirish o'yinlari sababli to'plashdi. Ular mana shu ikkinchi raund o'yini savatga tushirish o'yini bo'ladi. Ikkinchi raundda 10 imkoniyat beriladi. 10 ta kim ko'proq ketsa, biroz o'shada qoladi. Namsiga komanda aktiradi. Oxirida 10 imkoniyat beriladi. 10 ta kim ko'proq tushsa, o'shanga biroz beriladi. Bu tomonda bu raundda man boshlayman. Boyib yarim raundda boshlayman. Ana ikkinchi raundda chans qo'llash. Qo'mita bo'lmasa men birinchi boshlayman. Lekin bu o'yinlarni men harakat qilaman turishga. Undan olsa. Yetti raund. C'est bon. 5 ta 35, yana 5 ta qoldi. Orqacha chiqamiz bugun. boyagi birinchi prova bilan to'xtab oldi. O'yinga hisoblasak 3ta tushirdim. Men ikkinchi raund tutdim va oxirgisi 10-urinishda qani tushira olaman yo'q.
bilan tushishimiz kerak va tushganda просто tushishimiz kerak emas. Emotsiya bildirmasdan, baqir-chaqir qilmasdan, yuzni burishtirsa mayli, umuman ovoz chiqmasa kerak. Umuman ovoz chiqarmagan odam bu raundni yutadi. Mana shu ko'kni ochsam, chunki ko'ki qo'rqinchliroq ekan, balandroq ekan. Ko'rsak, oxirida sharli koptoylar ham bor. Tushayotganda umuman emotsiya ko'rsatmaslik kerak. Emotsiya ko'rsatmagan odam 2 raundda bir ball oladi va o'pishib yugurib oladi. O'rtoqlar ham hammani aytib На мне запахи Том Форд, смесь ванили и табако. Трачу на семью, но не получаю зарплату. В кармане круглый налик, он хрустит, как будто тако. Просил, пел и не еду больше заклад. Просто дай мне мои стики, стипсы, близкие постики. Мы давно здесь наблюдаем головой, как мы разбиты. Просто дай мне мои стики, каждый сезон. Bilmem, sizdan kamera ko'rsatgandirman. videoni ko'ra olamiz. Mana o'rtoqlar, короче, ko'rganinglardek ikkinchi raundda biz hozir zapisani ko'rib chiqdik. Kim emotsiya ko'rsatmaganligi bo'yicha Kim ekan? men emotsiya ko'rsatganman, videoda mana o'zinglarni ko'rgansizlar. Men emotsiya ko'rsatganman, yuzimni burishtirib sal ovoz chiqarganman. Bular umuman ovoz chiqarmaganlar, просто yuzlarini burishtirganlar. Videoda oldin shartdan oldin aytilganki, umuman ovoz chiqarmaslik kerak deyilgan videoda. Va men ovoz chiqarganligim uchun bu shartda men bu raundda men yutdim. Yap, yo'q. Mana shu bir qo'shiqlar, yo'q, kiydim. Uni yana ikkita shart bor. Buni tushuntirmasdan bo'ladi. Tor milyondan oshiq ko'rilgan. Round 4. So'nggi tarixdagi eng zo'r o'rqamatchi salto. Gapiraman chunki xotin ko'rsa o'rtoqlar ichimda qichqish gap просто uzoq emasman, xotinimmi? Xotin ko'radi. Qarab shuna muzikantlar, Gren musiqa maktabida o'qiganman. Shu reklama ketdi. To'rtinchi raund shunaqa.
qilib, почти bir 10 sekund ichida ikkita shot qilib, comeback qildim. Hozir ofshot to'g'ri bo'ldi. Ofshot to'g'ri bo'ldi. Bu raundda ikkalamiz ham qo'shiladi, chunki ikkalamiz ham yutdik. O'shaning uchun mana ikkalamiz ham bir balldan berildi. Bularmanda bitta shotga oldin, xullas men bitta shotga orqadan. Bo'lmasam o'rtoqlar, oxirgi bajaradigan shartimiz, ya'ni oxirgi raundga o'tamiz. Bu raundda hal qiluvchi raund kim yutsa, agar Jamshid aka yutsa, o'sha bu men hech qanaqa shansim qolmaydi. Agar men yutsam, menda bitta shans bo'ladi. O'shani hisob durang bo'ladi. Agar keyingi raundda Jamshid aka yutsa, Jamshid yutsa, 1 million so'm qo'liga kiritiladi. Xabar olib olsam oxirgi 5-raundga keldik. Oyoqlarni hozir juda ham shunqan gapimni eshitolsam yo'qmi? Hozir mana shu qiz like bosib, like bosib. Поставьте like. Va o'rtoqlar video qiziqroq chiqib, ekstremal qilib oldik va mana shu kartani bizga kelmaganini berkitamiz va kelmaganini topishimiz kerak. Mana shu ekstremal kichkinagina Skype parkga kichkina emas, normalroq qiziq har xil challenge bo'larlarni qatnashadi. O'yin bolalarni o'yingoh mana shu joyida bizga mana kartani berkitamiz. Mana shu kartani kelmaganda 1 minut beriladi va 1 minut ichida kim topdi, o'sha yutadi. 1 minut agar topsa mana shu kartani yana kartani agar butun mana shu joy bu hali ko'p u yo'lga ketgan. Mana shu joyda bitta kartani birinchi ichida ikkalamiz topdik. Agar mana shu 5 ming dollar ketsa, 5 ming dollar ketsa, ko'proq blogerlar chaqirib, mana shu bitta mana shu joyda ikkita banka angliyada olib, to'g'ri maqsad video qilamiz. Yana shu birinchi bo'lib men ushbu kartani berkitaman va 1 minut vaqt beraman. Jamshid topishlar kerak. Akbar yashirishga ketdi kartani. Menimcha topolsam kerak, mana shuncha yaxshi olmaydi Akbar. O'zimdan o'ylagan kartani go'zal berkitaman. Sizlar ham taxmin ko'ring. Oxirgi etajda ballongohni men zo'r o'tishga kerak. Qarashni ham buncha qiynashtirmayman. Ushbu ikkinchi etajda mana shu bilan chiqqanda ikkinchi etajda просто так ko'rib. Hop, Akbaretto YouTube kanalimizda eng birinchi va ilk debyut mehmonimiz Jamshid Show. Ya'ni men kartani bitta joyga berkitdim. Ujisiz hozir men vaqt ketdi deyishim bilan qidiruvsiz bo'ladi. Sizga 1 daqiqa vaqt beraman va 1 daqiqaning ichida siz ushbu berkitilgan ushbu joyda butun Skyparkda emas, faqat mana shu Skypark ichidagi bolalar kichkina o'yingohining ichidan kartani 1 daqiqaning ichida topsangiz, siz 1 million so'm egasi bo'lasiz. Bo'lmasam, tayyormisiz? Tayyorman. Bo'lmasam 1 2 3 ketdi qidiring. Vaqt ketdi. Mana. Ko'rinish mumkin. Amtdan boshlayman. Ketdi. 1 minut vaqt ketdi. Men taymerga qo'ydim. Mana soatga qarab turibman. Tepaga qo'ygan bo'lishi mumkin. Chunki tashiradigan joyi yo'q ekan. Vay, bilmiyorum. Kafa topuştayım ha? Burçayla koyuyorum. Yani fakat diyorum sanatçılarda.
Hozir qo'laman. 20 sekund vaqt qoldi. To'g'ri. Akbar, qayerga qo'ydingiz? Ko'rmadingmi? 30 sekund vaqtingiz qoldi. 30 sekund. O'n sekund vaqtingiz bor, qidiring. Kartani topolmadilar. Hop, Jamshid Show. Sizga men 1 daqiqa vaqt berdim va kartani topsangiz dedim, 1 million so'm yutib olasiz dedim va bu raund yutasiz dedim. Va siz bu raundda kartani topa olmadingiz, 1 daqiqa vaqt berildi va siz xuddi shu joyga berkitilgan edi va ana endi karta xatga berkitilgan ko'rsam. Bu raundda siz kartani topa olmadingiz va hozir kartani xatga berkanini ko'rsam. Kartani xatga berkitilganini ko'rishga tayyormisiz? Tayyorman. Bo'lmasam o'rtoqlar, bizani ushbu 5-raundimizdagi ushbu videomizdagi 5 va oxirgi raundda berkitilgan Jamshid Showga qo'yilgan tuzoq kartasi mana bu yerga berkitilgan edi. Vau. Bratam, bitta shu joyga to'g'ri chiqqandingiz va Va tepaga qarash umuman hayolimga kelmadi. tepaga qaradingiz, faqat siz naryon tepasiga qaradingiz va siz topolmadingiz. O'rtoqlar, to'ppador chiqdilar. Men chunki tepaga chiqib ekanini ko'rdilar, lekin men shu prosta qaraganlar men bitta karta turadi. Bu raundda siz yutdingiz. Ana endi bo'lmasam, meni galim o'rtoqlar, menga hozir men qaramay turaman. Bular kartani berkitadilar. Agar men ham topa olmasam, zonozga o'ynab qolib qolamiz. Xo'p, Jamshid Show, ana endi karta berkitish 5-raundda sizgalik. Mana sizga karta berildi. Kartani olib, menga 1 daqiqa berasiz va siz kartani berib kelgunizcha men qaramay turaman. Yo'li obunachilar bilan gaplashib turaman. Sizga bo'lmasam men vaqt berdim, borib kartani berkitib kameraga olib. O'rtoqlar, qaroqchi, shuncha harakat uchun Skype-ga kelib, video o'tgan harakatingiz uchun o'rtoqlar, videoga like bosib qo'yinglar, chunki biz mana shu video tagiga 2200 like yig'ilsa, ekstremal derkimochoq videosi ko'plab ishtirokchilar bilan olmoqchiman va Jamshid Show ham videoga chiqsinlarmi yo'qmi? Kommentariy yozib ketinglar. Keyingi videolarda Jamshid Show ham videoga chiqsinlarmi yo'qmi? Kommentariy yozib ketinglar. Xo'p, endi Akbar ko'rdinglar. Qiyin joyga qo'ymagan ekan, uni qo'ymagan ekan. Juda oddiy joy, bo'lmaydigan joy ekan. Shuning uchun oddiroqga qo'yishim kerak. Geri ko'rinib qoladi. To'xtamaydi. Pastga bo'ladi. Yaxshi tepaga chiqsam kelib qoladi. Hop. Tepasiga qo'ydim. Tepasiga qo'ydim. Mana Instagram tepasida. Oxirgisini. Jamshid Show kartani berkitib oldingizmi? Bekitdim. Mana realni hech kim bir-birini kartani berkitgan joyini ko'rgani yo'q. Realni tepaga chiqib ketdingiz, mana tepaga chiqib ketdim, siz u payt chiqmaganingiz. Va o'rtoqlar, hozir menga 1 minut vaqt berasiz va 1 minut ichida men ushbu berkitilgan kartani topa olsam, 1 million so'm g'olibi bo'laman, 1 million so'm yutib olaman. Bo'lmasam gapni cho'zib o'tirmasdan 3 saniya men video boshlayman va vaqtga qarab tursangiz 1 minut vaqt berasiz. 1 minut ichida men shu Skype-ga berilgan kartani topa olsam, 1 million so'm o'zimdan qoldi. O'yinni boshladik. 1, 2, 3. Ketdik. Go! Short orqadan bitmama bor o'zim kartani berkitdim. Bu to'plarni berkitdim. Tepaga berkitdim. Mana shu tepaga berkitdim.
Yo'q, bu yoqqa emas. Bu yoqqa bitmadim lekin. Aytmaysizmi yaxshi? Mana kerak, to'shlik spoilashni o'taman. Qo'lini qo'yib qolandi. Bilay, vaqtim qolmadi. Yigirma so'm olib soldi. Qarada, bir xatga berishni o'rta kommentariyga taxminan qilib yozib qoldiringlar. Voy, voy! Voy, voy! Voy! Qattiq urdi qoldi. Voy! Qattiq urdi hozir. O'z qarab shuna orqa qarab ketayotganimda, orqa bitta qarasa qo'lim tepaga nimadir qilib qattiqdir qo'lini qo'yib, siz mana shularga berib ketgansiz, qanchadir mana shu mishokdan suv berib ketgansiz, mishokdan suv qo'lga aniq yerda ketdi. Olmoqchi bo'lgansiz, va ko'rib qoldim. Hali vaqtim bor-da. Buni ko'rsangiz, qarasa mana shu yo'q ekan. Mana shu ketgan ekan. Boshqa o'sha normal qiziqarli challenge shartda qolmadi. O'shaning uchun zonzozga orqali olib mana qilamiz va olibga 1 million so'm beriladi. Ular zonzozga o'yinlar hali qo'ramiz o'rtoqlar. Va o'rtoqlar, final qismi mana shu videoda, mana shu rubrikani final qismi o'rtoqlar. Hozir zonzozga o'yinimizda 2 odam million so'm yutib oladi. Tushgacha 2 million so'm yutib oladi. Hisob durang to'g'ri bo'ldi. Zon City. Final kısmı alıp gitsin. Zaten ayırmakta güzel. Akbar shoh yashirishga ketdi kartani. Menimcha topolsam kerak, bunaqa qiyin joyga yashira olmaydi Akbar. Halol kesim bo'ladi. O'shaning uchun albatta men va'da bergan video tikilgan pulni, ya'ni halol o'yin bo'ladi. Aytganimdek va'da kartaga yozib 1 million so'm pul tashlayveraman va ortda chunki syomka men telefonimda yo'qdi. Hozir mana shu syomka tugash bilan kartaga 1 million so'm tashlayveraman. Xudo so'rtalib mana shu videoga sizlar yo'q qolmasa albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu videodagiga 2200 like yig'iladi va 2200 likedan keyin biz ko'proq blogga ko'proq ishtirokchilar bilan ekstremal belki ochiq o'yinni olamiz. Hozir to'xtalib shuncha harakat uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.